Assalomu alaykum do'stlar. Bu men yana Raiden. Bugun videomizda biz nima bo'lishini bilmadik-ku. Endi janob merning yoniga yetib boramiz. Yetib boramiz. Tak. Assalomu alaykum janob mer. Sen tetem qo'lingni Yo'q, o'zim shunchaki qo'shiq aytib kelgandim. Ha, yaxshi bo'ladiz. Короче, qanaqa nimadir paydo bo'libdi-da, o'shanga ana qo'shni jitel bor-ku. Qaysi? Ana bu yerdakimi? Ha, o'shani bordagi savdodagi oltinlar etib qolibdi. O'shani короче topish kerak. Mayli janob mer, topamiz. Ha, tezlash bo'lmasa. Mayli, men ketdim короче. Mayli, jidelning deyishadi. Bu yerda qolgan deyishadi. Mana qo'shnimni o'zi kerak. Tak. Mayli janob mer, qani qo'shnimni so'rab ko'raychi. O qo'shni. Qo'shnim yo'q. Ha janob mer. Mayli do'stlar. Mayli. Ana qo'shnim kelyapti. Pot. Oh my god. What the guitarras? What the? Do'stlar, ko'ngillarni yo'qmi? Mana shu yerdan nimadir portlab ketdi creeper. Endi qo'shnim yig'laydi-da. Nima qilsam endi? O'zi havli. Короче, men sandiqlarimni shira qo'yib qo'yay. Короче, borib ana bu qaniydi? Qo'shnim ana qo'shnimdan so'ray qolay. Yo'qmi? Ha, ikkita ekan. Qaysi ekan endi? Ikkovlarini bo'ldi. O'tading. Sizni? Ha, men sandiqni topib beredin. Mayli, o'zi qidiradi o'shoqdan. Короче, qayerda qolganimni bilmayman. Ularga jamtarafingdagi ana bu ariq borki, ana shu yerdan tushirib qolganimni bilaman. Sandig'im ham bor edi yonida. Mayli, men ketdim короче. Mayli Raiden,
agar top bersagina anaqa qilaydim, sana duo qilaydim. Mayli, birinchi ovqatlanib olay. Mayli, bemalol. Ishtahang bo'g'ilmasin, bemalol, mayli. Mayli do'stlar, endi tak normalniy. Endi Jiterning mavzusini qidirishdan boshlaymiz. Qaysi tartibda Arag'ning yonida itirgan dedi Jovush. Yo'q. Так, нормальный. Вот тут. Yo'qlaymish-da yo'q. 93li 694 81 76 qo'shnimning raqami. Alo, qo'shni, yaxshimisiz? Ha, yaxshi, zo'rmisan, Raydan? Ha, yaxshi. Короче, qaysi tarafda turuvdir? Araqni yonida dedim-ku, nima sen eshitmayapsanmi? Mayli-yu, lekin bu araqni yonida hech narsa yo'q-da. Yaxshilab qara, topiladi. Mayli, mana qidiryapman. Lekin topilsa-ku yaxshi. Topilmas. Nima oldi? Nerede? Fond. Uçulmayapti. Yurib ko'rayapman. What? Shunaqa. Nimaga men hozir nima qildim men? Chalkashib ketdim ya. O'zman nima qildim? Qaysi tarafda ekan? Mana ishlar yo'q do'stlar. O'zlaringiz ko'rdingizlar ekan. Men ketdim, короче, do'stim yerda. Shunisi yo'q bu yerda. Ana mana bir nimaga qora? Mana bir do'stlar, mana bir nima edi? Bir yer blok, bir qum blok. Yoma! Yettita kuchaman o'g'ri qo'shnim. Yaramas. Hozir unga telefon qilaydi. Boshqalarni kuydiraman uni. Sana yaramas. Yettita kuchaman. Shunchalik meni qiynadingmi? Hozir 93li 700 nechi devdim. Tak. Alo, assalomu alaykum. Ha, Raydajon, topdingmi xazinamni? Qanaqa xazina menga? 7ta uchun. Shuncha o'g'il qilding. Raydajon, o'zi 7taga men uchun bir moylik. O'shani uyimga qo'yib ket. Ha, uyingizga bir kecha tunasan bo'ladimi? Ha, mayli, bemalol, mayli, faqat qo'yib ket. Mayli, men qo'yib ketaman. Uyingizga unaqa ham yo'q ekan, ketdim. Yo'qotang. Sandiq ham yo'q-ku. Короче, mana
Men ketdim, короче. Sandığı yo'qaman. Do'stlar, men uxladim, короче. Tak, normal ekan. Janoberga aytamiz. Janober. Tak, endi. Assalomu alaykum janober. Orayda yaxshimisan? Ana yedirgan asosan topdingmi yo'qmi? Nechta deb ayting? Nechta ekan? Bitta dona ham istak emasda, 7 dona ekan. Nima yo'q, 7 dona uchun asal ketadimi? Menga kecha bir istak deyotgandi, u yaramas. Manam aytdim, ko'p boylik deb o'ylagandim uni. Ha, yaramas. Meni aldagan ekanda u. Ishlatib olmoqchi ekanda. Hozir telefon qilay. Ana ketdi. Alo, assalomu alaykum. Alaykum alaykum, yaxshimisan? Nega meni 7 ta uchun asabga tegdingiz? Ha, o'sha 7 taga aytdimki, kechasi men uchun boylik. Mayli, mana Janoberga beraman. Ana, Janober ushlay. Ana Jitel, yaxshimisan? O, Janober, yaxshimisiz? Ha, korotchini men Raydenga aldading. Ha, o'zim ishlatib olmoqchi edimda. Bundan keyin aylanmagin, tushunding-a? Mayli, Janober, mayli. Mayli. Oppa, rahmat. Korotchi do'stlar, videoni tugataman shu joygacha. Ko'rgan bo'lsangiz, videoni like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Qani keyingi uchrashguncha ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling. Janober, siz ham aytib yuboring. Ha, keyingi uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Va kanalga obuna bo'ling. Ana Raydenning obunachilari. Mayli, Janober aytganini qilinglar, xo'pmi? Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Raydenning obunachilari uchun kattakon rahmat.